Agar siz telefoningizga kelgan xabarni ochsangiz, notanish havolaga bossangiz, plastik kartangiz ma'lumotlarini kimlargadir aytsangiz yoki sizga pul tushdi, jarima bor, hisobingiz bloklanadi degan gaplarga ishonib qolsangiz. Bu video aynan siz uchun. Men bugun juda muhim masalani tushuntiraman. Chunki bu holat har bir oilaga, har bir ishlaydigan odamga, har bir pensionerga, har bir talaba va tadbirkorga tegishli. Hozir firibgarlar avvalgidek oddiy aldov bilan emas, juda puxta o'ylangan usullar bilan ishlayapti. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring, hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bu ma'lumot kimningdir pulini, asabini va vaqtini saqlab qolishi mumkin. Oldin odamlarni aldash nisbatan sodda bo'lgan. Kimdir telefon qilib, siz yutuq yutdingiz derdi. Kimdir ko'chada hujjat ko'rsatib pul so'rardi. Kimdir qarindosh nomidan qarz olishga urinardi. Bunday holatlarda ko'pchilik shubhalanardi. Chunki gap so'z qo'pol, dalillar sust, firibgarlar esa ko'pincha savollarga javob bera olmasdi. Hozir esa vaziyat butunlay o'zgardi. Firibgarlar odamning ismini, telefon raqamini, qaysi bankdan foydalanishini, qaysi xizmatlarga ulanganini, hatto qaysi hududda yashashini taxminan bilishi mumkin. Ular rasmiy tashkilotga o'xshagan sahifalar yaratadi. Bank ilovasiga o'xshagan soxta oynalar chiqaradi. Tanish odamning suratini qo'yib yozadi. Ovozli xabar yuboradi. Hattoki sun'iy intellekt yordamida inson ovoziga o'xshatib gapirishga harakat qiladi. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman. Men sizga real xavfni tushuntiryapman. Chunki bugun aldov faqat savodsiz odamlarni emas, tajribali o'qigan, bank ilovasidan foydalanadigan, internetda faol yuradigan odamlarni ham nishonga olyapti. Eng katta xato shuki, ko'pchilik men aldanmayman deb o'ylaydi. Aslida firibgarlar aynan shu ishonchdan foydalanadi. Ular odam shoshilayotgan, charchagan, xavotirlangan yoki katta foyda kutayotgan paytni tanlaydi. Masalan, sizga kechqurun telefon bo'ladi. Bank xavfsizlik xizmatidanmiz. Kartangizdan 3 million so'm yechishga urinish bo'ldi. Hozir tasdiqlamasangiz hisobingiz bloklanadi, deyishadi. Odamning yuragi tez uradi. Miyasi birinchi navbatda pulini saqlab qolishni o'ylaydi. Shu paytda firibgar sizdan SMS kodni so'raydi yoki ilovaga kirib qandaydir amal bajarishni aytadi. Agar siz kodni bersangiz, u bankka kirish kalitini olgan bo'ladi. Bu yerda aldovning kuchi texnikada emas, inson psixologiyasida. Men avvalo eng ko'p uchraydigan xavfli holatlarni birma-bir tushuntiraman. Birinchi holat SMS kod va tasdiqlash raqamlari bilan bog'liq. Har qanday bank to'lov tizimi yoki davlat xizmati sizga yuborgan kod shaxsiy kalit hisoblanadi. Uni hech kimga aytish mumkin emas. Bank xodimi ham, operator ham, soliq xodimi ham, kurer ham, tanishingiz ham bu kodni so'rashi kerak emas. Agar kimdir kod so'rayotgan bo'lsa, bilingki bu deyarli har doim xavf belgisi. Hayotiy misol keltiraman. Bir ayolga sizning kartangizdan 1 million 8 ming so'm yechilmoqda deb qo'ng'iroq qilishgan. U vahimaga tushgan. Firibgar operatsiyani bekor qilish uchun kelgan kodni ayting degan. Ayol kodni aytgan. Aslida bu kod operatsiyani bekor qilish uchun emas, bank ilovasiga yangi qurilmadan kirish uchun kelgan bo'lgan. Natijada hisobdagi 7 million so'm bir necha daqiqada boshqa kartalarga o'tkazilgan. Bu yerda ayolning xatosi bitta. U kodning ma'nosini o'qimagan va telefon qilgan odamga ishongan. Ikkinchi holat soxta havolalar. Sizga posilka keldi. Jarimani tekshiring. Subsidiya oling. Kompensatsiya to'lovi ajratildi. Elektr qarzingiz bor, internet xizmatingiz to'xtatiladi degan xabar kelishi mumkin. Xabarda havola bo'ladi. U havola rasmiy saytga o'xshaydi, lekin bitta harf boshqacha. Domen nomi g'alati yoki sahifa telefonda juda ishonchli ko'rinadi. Siz karta raqami, amal qilish muddati, SMS kod yoki parol kiritasiz. Shu bilan ma'lumot firibgar qo'liga tushadi. Men doim shuni aytaman, rasmiy xizmatga havola orqali emas, o'zingiz bilgan ilova yoki rasmiy sayt orqali kiring. Masalan, bank bilan bog'liq masala bo'lsa, telefoningizdagi rasmiy bank ilovasini oching. Soliq yoki davlat xizmati bo'lsa, rasmiy portalga o'zingiz yozib kiring. Kuryer yoki pochta bo'lsa, rasmiy ilovadan tekshiring. Xabardagi havola qanchalik chiroyli ko'rinsa ham, u sizni aldash uchun tayyorlangan bo'lishi mumkin. Uchinchi holat qarindosh yoki tanish nomidan yozish. Firibgarlar ijtimoiy tarmoqlarda akkauntlarni buzib, kontaktlarga tezda pul kerak, kartam ishlamayapti, kasalxonadaman, keyin qaytaraman deb yozishadi. Odam esa tanishining suratini ko'rib ishonadi. Ayniqsa bu xabar kechasi yoki ish vaqtida kelsa, tekshirishga erinadi. Natijada 500 ming, 1 million, 3 million so'm yuborib qo'yadi.
Bunday vaziyatda eng oddiy qoida bor. Pul yuborishdan oldin odamning o'ziga qo'ng'iroq qiling. Agar telefonga javob bermasa, boshqa yaqiniga yozing. Menga ovozli xabar yubor, hozir qayerdasan? Kecha nima haqida gaplashgandik kabi savollar bering. Firibgar odatda bunday savollardan qochadi, shoshiltiradi yoki telefon qila olmayman deydi. Shoshiltirish firibgarlikning eng asosiy belgilaridan biridir. 4-holat. Ishga joylashtirish va oson daromad va'dalari. Kuniga 300 ming so'm ishlaysiz. Uyda o'tirib pul topasiz, faqat like bosasiz. Mahsulotga buyurtma berib, keyin komissiya olasiz degan takliflar ko'paygan. Avvaliga odamga kichik pul berishadi. Masalan, 20 ming yoki 50 ming so'm. Bu ishonch uyg'otadi. Keyin darajangizni oshirish uchun 500 ming so'm kiriting. Katta buyurtmani yopish uchun 2 million so'm to'lang deyishadi. Odam oldingi kichik foydani ko'rib, kattaroq pul tikadi. Keyin esa hisob bloklanadi, aloqa uziladi. Bu usulning mohiyati juda sodda. Avval sizga o'zgina yutqazmaydi, keyin katta pulingizni oladi. Agar ish taklifida avval pul kiritish sharti bo'lsa, men buni juda xavfli signal deb hisoblayman. Normal ish joyi xodimdan avval depozit, komissiya faollashtirish to'lovi yoki kafolat puli talab qilmaydi. 5-holat. Kredit va qarz bilan bog'liq aldovlar. Ba'zi firibgarlar nomingizga kredit rasmiylashtirilgan, sizning pasportingizdan foydalanilgan, kreditini bekor qilish uchun ariza tasdiqlang deb qo'ng'iroq qiladi. Keyin odamni bank ilovasiga kiritadi. Masofadan boshqarish dasturini o'rnatishga ko'ndiradi yoki SMS kodini oldiradi. Natijada haqiqatan ham kredit rasmiylashtiriladi. Odam esa men kreditni bekor qilyapman deb o'ylab. Aslida kredit olish jarayonini tasdiqlagan bo'ladi. Agar sizga kredit haqida qo'ng'iroq bo'lsa, telefonni qo'ying. Bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling yoki eng yaqin filialga boring. Hech kimning aytganiga qarab ilovada tugma bosmang. Ayniqsa ekranni ulashing. Telefoningizga dastur o'rnating. Men ko'rsatib turaman deyishsa, darhol to'xtang. Masofadan boshqarish dasturi o'rnatilsa, firibgar telefoningizdagi SMS, bank ilovasi va boshqa ma'lumotlarni ko'rishi mumkin. Menimcha, 3 guruh odamlar ayniqsa ehtiyot bo'lish kerak. Birinchi guruh pensionerlar va internet xizmatlaridan uncha ko'p foydalanmaydigan odamlar. Ular rasmiy ohangda gapirgan odamga tezroq ishonishi mumkin. Masalan, tuman bo'limidanmiz, bank markazidanmiz. Sizga to'lov chiqdi degan gaplar ularni chalg'itadi. Bunday insonlarga oila a'zolari alohida tushuntirish kerak. Kod aytilmaydi, karta rasmiy yuborilmaydi, havolaga bosilmaydi, notanish odamga pul o'tkazilmaydi. Ikkinchi guruh kichik biznes egalari. Do'kon, kafe, servis, onlayn savdo bilan shug'ullanuvchilar qabulxona ko'p mijoz bilan yozishadi. Firibgarlar ularga to'lov qildim, chekni ko'ring. Yetkazib berish uchun havolani to'ldiring. Hamkorlik shartnomasi deb fayl yuboradi. Ba'zi fayllar virusli bo'lishi mumkin. Ba'zi havolalar esa akkauntni o'g'irlash uchun yaratilgan bo'ladi. Tadbirkor bitta akkauntini yo'qotsa, nafaqat pul, balki mijozlar bazasi, obro' va ish jarayoni ham zarar ko'radi. 3-guruh yoshlar. Ko'pchilik yoshlar texnologiyani yaxshi biladi, lekin aynan shu sababli o'zini xavfsiz deb o'ylaydi. Firibgarlar esa ularga investitsiya, kripto, onlayn o'yin, bonus, konkurs, blogerlik hamkorligi, reklama to'lovi orqali yaqinlashadi. Big dollar kiriting, bir haftada big saqi dollar olasiz degan takliflar matematik jihatdan ham, iqtisodiy jihatdan ham shubhali. Haqiqiy daromad doim mehnat, bilim, vaqt yoki aniq biznes modeli bilan keladi. Faqat pul kiritish orqali kafolatlangan katta foyda va'da qilinsa, bu xavfli. Men odamlarni vahimada yashashga chaqirmayman. Agar siz bank ilovalarini faqat rasmiy do'kondan o'rnatsangiz, parollarni hech kimga aytmasangiz, SMS kodlarini bermasangiz, har bir shubhali qo'ng'iroqni tekshirsangiz, xavf ancha kamayadi. Agar kartangizda katta pul saqlamasangiz, internet to'lovlari uchun alohida karta ishlatsangiz, asosiy omonat va ish haqi kartangizni har joyda ishlatmasangiz, zarar ko'rish ehtimoli ham pasayadi. Masalan, bir odam onlayn xaridlar uchun alohida karta ochgan, unda odatda 200 ming so'mdan ortiq pul saqlamaydi. Asosiy kartasiga esa faqat ishonchli ilovalardan kiradi. Agar u soxta saytga adashib karta ma'lumotini kiritsa ham, zarar cheklangan bo'ladi. Bu mukammal himoya emas, lekin juda yaxshi amaliy choradir. Men buni hamma uchun tavsiya qilaman. Asosiy pul alohida, internet xaridlar alohida bo'lsin. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik joylarni tushuntiraman.
Birinchi noziklik, firibgar har doim ham qo'pol gapirmaydi. Ba'zan u juda muloyim, juda savodli, juda rasmiy ohangda gapiradi. U sizning ismingizni aytadi, bank nomini aytadi, oxirgi operatsiyangizga o'xshash ma'lumot keltiradi. Bu uning haqiqiy xodim ekanini anglatmaydi. Ma'lumotlarning bir qismi turli ochiq manbalardan, eski bazalardan yoki sizning ijtimoiy tarmoqlardagi sayfangizdan olinishi mumkin. Ikkinchi noziklik, telefon raqami ham aldatishi mumkin. Ba'zan raqam rasmiy raqamga o'xshab ko'rinadi yoki nomi bank, sport, xavfsizlik deb chiqadi. Faqat ekrandagi nomga ishonish xato. Siz qo'ng'iroqni qabul qilganingizda kim telefon qilayotganini 100% bilmayapsiz. Shuning uchun muhim masalada doim aloqa o'zingiz boshlang. Telefonni qo'ying. Rasmiy ilova yoki rasmiy saytdagi raqamga qo'ng'iroq qiling. Uchinchi nozikligi, pul qaytarish jarayoni har doim ham oson emas. Ko'pchilik bank aytsam qaytarib beradi deb o'ylaydi. Aslida agar siz o'zingiz kod bergan bo'lsangiz, o'zingiz operatsiyani tasdiqlagan bo'lsangiz yoki pulni o'zingiz o'tkazgan bo'lsangiz, pulni qaytarish juda qiyin bo'lishi mumkin. Bank operatsiyani texnik jihatdan siz tasdiqlagan deb ko'radi. Albatta ariza berish kerak. Huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilish kerak. Lekin eng kuchli himoya bu pul chiqib ketishidan oldin ehtiyot bo'lish. To'rtinchi noziklik, vaqt juda muhim. Agar siz aldanganingizni sezsangiz, ertaga boraman, avval qarindoshim bilan maslahatlashaman deb kutmang. Birinchi daqiqalar muhim. Bankka darhol qo'ng'iroq qiling, kartani blok qildiring, ilovadan chiqishlarni tekshirtiring, parollarni almashtiring. Agar pul boshqa kartaga o'tgan bo'lsa, tezkor murojaat ba'zan operatsiya izini aniqlashga yordam beradi. Kechikkan sari pul bir necha hisob orqali tarqalib ketishi mumkin. Beshinchi noziklik, firibgarlik faqat karta bilan bo'lmaydi. Pasport rasmi, ID karta ma'lumoti, selfie, elektron imzo, telefon raqam, messenger akkaunti ham juda muhim. Kimdir sizdan ro'yxatdan o'tish uchun pasportingizni yuboring. Tasdiqlash uchun yuzingiz bilan rasmga tushing. Sim kartangizga kelgan kodni ayting desa. Ehtiyot bo'ling. Bu ma'lumotlar kredit akkaunt ochish, shartnoma tuzish yoki boshqa noqonuniy ishlar uchun ishlatilishi mumkin. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam. Barcha bank ilovalaringizni tekshiring. Parolingiz oddiy bo'lmasin. Tug'ilgan sana, telefon raqamining oxiri Bimbig Imbil, BIM234, ism yoki familiya kabi parollarni ishlatmang. Agar ilovada biometrik kirish, qo'shimcha tasdiqlash, limit qo'yish imkoniyati bo'lsa, yo'qing. Karta orqali bir kunda yechiladigan pul miqdoriga limit qo'ying. Masalan, kundalik xarajatingiz odatda 300 ming so'm bo'lsa, limitni 5 million qilib qo'yish shart emas. Ikkinchi qadam. SMS kod bo'yicha oilaviy qoida kiriting. Uyda hamma bilsin, kod hech kimga aytilmaydi. Bola ham, ota-ona ham, aka-uka ham buni tushunsin. Agar kimdir telefon qilib kod so'rasa-da, javob bitta bo'lsin. Men kod aytmayman. Rasmiy raqamga o'zim murojaat qilaman. Bu oddiy jumla ko'p muammolarni oldini oladi. Uchinchi qadam, shubhali havolalarni ochmang. Agar ochib qo'ygan bo'lsangiz, ma'lumot kiritmang. Agar ma'lumot kiritgan bo'lsangiz, darhol kartani blok qiling. Bank ilovasida bloklash tugmasi bo'lsa, o'sha yerdan qiling. Bo'lmasa, bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qiling. Parollarni almashtiring. Ayniqsa, bitta parolni bir nechta joyda ishlatgan bo'lsangiz, hammasini yangilang. To'rtinchi qadam, pul yuborishdan oldin tekshirish odatini yarating. Tanish odam yozsa ham qo'ng'iroq qiling. Hozir bankman, tez yubor desa ham to'xtang. Haqiqiy yaqin insoningiz sizning ehtiyotkorligingizni tushunadi. Firibgar esa asabiylashadi, shoshiltiradi, keyin kech bo'ladi deydi. Shoshilinchlik firibgarning qurolidir. 5-qadam, agar aldangan bo'lsangiz, quyidagilarni qiling. Avvalo bankka qo'ng'iroq qiling va kartani blok qildiring. Keyin bankdan operatsiya bo'yicha ma'lumot so'rang. Qachon, qancha summa qaysi yo'nalishga ketgan? Messengerdagi yozishmalar, telefon raqamlari, havolalar, chek skrinshotlari, SMS xabarlar, qo'ng'iroq vaqti kabi dalillarni saqlang. Hech narsani o'chirib tashlamang. Keyin ichki ishlar organlariga yoki kiberxavfsizlik bilan shug'ullanuvchi tegishli bo'limlarga ariza bilan murojaat qiling. Arizada voqeani aniq yozing, qachon qo'ng'iroq bo'ldi, kim deb tanishtirdi, nima dedi, siz nima qildingiz, qancha pul ketdi, qaysi raqam yoki karta ko'rsatildi. 6-qadam, telefoningiz xavfsizligini tekshiring. Noma'lum dasturlarni o'chiring. Ayniqsa ekranni boshqarish, masofadan yordam, fayl almashish, noma'lum klaviatura
yoki VPN nomi bilan turgan shubhali ilovalarni ko'rib chiqing. Ilovalarni faqat rasmiy do'kondan o'rnating. Telefoningizga blok parol qo'ying. Messenjerlarda 2 bosqichli himoyani yoqing. Bu juda muhim. Chunki messenjer akkauntingiz buzilsa, firibgar sizning nomingizdan o'nlab tanishlaringizdan pul so'rashi mumkin. 7-qadam, hujjatlaringizni ehtiyot qiling. Pasport, ID karta, haydovchilik guvohnomasi. Bank kartasi rasmlarini har kimga yubormang. Agar xizmat haqiqatan ham hujjat talab qilsa, rasmiy tashkilot ekanini tekshiring. Hujjat rasmini yuborishga majbur bo'lsangiz, nima uchun kerakligini, qayerda saqlanishini, kim foydalanishini so'rang. Oddiy e'lon, noma'lum ish taklifi yoki notanish odam uchun hujjat yuborish xavfli. 8-qadam, bolalar va kattalar bilan alohida gaplashing. Uyda bir marta 10 daqiqa vaqt ajrating va hammani ogohlantiring. Agar pul so'rashsa, avval menga ayting. Agar kod kelsa hech kimga bermang. Agar yutuq chiqdi deysa, ishonmang. Agar bankdamiz deysa, telefonni qo'ying deb aniq qoidalar belgilang. Bu suhbat bir oilani katta zarardan saqlab qolishi mumkin. Agar sizga kartangiz bloklanadi deysa, javob bering. Men bankka o'zim qo'ng'iroq qilaman. Telefonni qo'ying. Ilovaga kiring yoki rasmiy raqamga qo'ng'iroq qiling. Hech qanday kod aytmang. Agar sizga pul yutdingiz deyishsa, eslang. Siz qatnashmagan tanlovda yuta olmaysiz. Agar yutuqni olish uchun avval soliq, komissiya yoki yetkazib berish puli to'lash kerak bo'lsa, bu juda shubhali. Haqiqiy tashkilot yutuq shartlarini ochiq e'lon qiladi va sizdan shaxsiy kod so'ramaydi. Agar tanishingiz tez pul tashlab tur deb yozsa, pul yubormang. Qo'ng'iroq qiling, ovozini eshiting. Agar javob bermasa, kuting. Pulni qaytarib olishdan ko'ra 5 daqiqa tekshirish osonroq. Agar sizga investitsiya qiling, kafolatlangan foyda olasiz deyishsa, savol bering. Bu faoliyat qayerda ro'yxatdan o'tgan? Shartnoma bormi? Risklar qayerda yozilgan? Foyda nimaning hisobidan keladi? Agar javob faqat ishoning, hamma olyapti bo'lsa, bu javob emas. Men ekspert sifatida shuni aytaman. Katta daromad va nol risk bir joyda bo'lmaydi. Agar siz allaqachon pul yuborgan bo'lsangiz, o'zingizni ayblab vaqt yo'qotmang. Harakat qiling. Bankka qo'ng'iroq qiling, kartani blok qiling, dalillarni yig'ing, ariza bering. Sharmandalik hissi firibgarlarga yordam beradi. Chunki odamlar ko'pincha uyalib sukut qiladi. Aslida aldangan odam jinoyatchi emas, jabrlanuvchi. Muhimi buni yashirmasdan tez harakat qilish. Bugun men sizga eng muhim narsani yetkazmoqchi bo'ldim. Hozirgi firibgarliklar juda ishonchli ko'rinishi mumkin, lekin ularning belgilari bor. Kod so'rash, shoshiltirish, havola yuborish, avval pul kiritishni talab qilish, masofadan boshqarish dasturini o'rnatishga undash, tanish tomidan pul so'rash, kafolatlangan katta foyda va'da qilish. Bularning barchasi xavf signallari. Men sizdan bitta narsani so'rayman. Bu videodan keyin bank ilovalaringizni, parollaringizni, kartangiz limitlarini va oilangizdagi xavfsizlik qoidalarini tekshirib chiqing. Bu ish ko'pi bilan 20 daqiqa oladi. Lekin sizni millionlab so'm zarar, asabiylik va ortiqcha yugur-yugurdan saqlashi mumkin. Izohlarda yozing. Siz yoki tanishlaringiz shunday holatga duch kelganmi? Qanday usul bilan aldashga urinishgan? Tajribangiz boshqalarga foyda berishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bugun ogohlantirilgan odam ertaga o'z pulini, hujjatini va xotirjamligini saqlab qoladi.